Sizler turdoshlar yaxshisidinglarmi? Sizlar bilan diydorlashmoqni xeyli uzun zamonlar bo'lib qoldi. Birinchidan bugungi mehribon onalarimizninki Onalar bayramiga muborak bo'lsin. Ikkinchidan shu barliq onalarimizninki tenining salomat, umrining uzun bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Bugun shu Onalar bayramiga men Onamdan kelgan maktub nomli bir hikoyani ip geldim. Bu yani rast bo'lgan bir voqea ekanda bu. Şuna sizlarning huzuringizga sunishni to'g'ri ko'rdim. Yoqtirib anglasangizni umid qilaman. Undan so'ng boshladim. Bu dunyoga kelib aqlimni topsam, onamning bir ko'zi o'yib o'tilgan ekan. Ya'ni bir ko'z yo'q ekan. Shu sababdan men kichigimdan boshlab mayli saboqdoshlarimning oldida bo'lsin, mayli mahalladagi do'stlarimning oldida bo'lsin, onamning shu chiroyi xunuk sat bo'lganligidan men nihoyatda nomus qilardim. Mahalladagi saboqdoshlarim, do'stlarim meni bizning uyga izlab so'rab kirgan vaqtlarda shuni umid qilardimki, amal va ashlarning ko'zi onamga tushmasa. Chunki onamning xunuk chiroyini ko'rib qolsa, men o'zimcha xijilib ketdim-da deydi shu vaqtlarda. Ota-onalar yig'inlarida mening dadam 3 yoshimda vafot bo'lganligi sababidan ota-onalar yig'inlariga davomli onam keladi hamda shu saboqdoshlarimni shu onamningki xunuk chiroyi bo'lganligi sababidan masxar qilsa, men sinfda nomus qilib ketadi. Shuning uchun amal va onamni maktabdan jiroqlashtirishga, maktabning atrofini kammaslikka da'vat qilardim deydi. Shunda qilib bu yoshlik davrlar, o'smirlik davrlar davomlashib, meningki qalbimda shu onamdan jiroqlashish, onam yo'q bir shaharlarda turmush kechirish, onamni bir ko'may, mening bu ayolni mening onam ekanligini hech kim bilmaydigan bir yerlarda hayotimni davomlashtirgim kelaverdi hamda oliy maktabni o'qiydigan vaqtimda oxiri bu orzuyim amalga oshib, onam yo'q bir shaharga atlandim. Oliy maktabni shu onam yo'q shaharda yaxshi natijalardan bitirdim. Maktab bitgandan keyin yana shu shaharda xizmat izlab qolib qoldim. Az vaqt o'tgandan keyin to'y qildim. Hamda bir kuni o'zimning o'z yurtimdagi saboqdoshlarimniki, ulfatdoshlarimniki bir do'stlar yig'ilishi qilib bir so'rin tuzaydiganligidan xabar topdim hamda mening chaqirganligimni angladim. Hamda shu shaharga do'stlarim bilan, ulfatdoshlarim bilan bir didor g'animat bo'lg'ini safarga atlandim deydi. Hamda bu qitimki safarimda menda onamni ziyorat qilish niyati qat'iy yo'q edi. O'z yurtimga bordim, do'stlarim bilan, ulfatdoshlarim bilan ko'rishdim, sirdashdim. Bu suhbatmi oxirlashdi hamda suhbat tugagandan keyin ular o'zim joylashgan shu shaharga qaytib ketdim. Qaytib ketib yillar o'tdi deydi. Bir kuni tuyuqsizlar shu o'zimdan cho'ng bo'lgan shu o'ylarni siyg'inib qoldim hamda shu onamni bir ziyorat qilgim kelib qoldi, ko'rgim kelib qoldi deb. Shunga shu o'zim tug'ilgan shu yurtga bu qitim hamda onamni bir ziyorat qilay deb atlandim. Bu qitim borgan vaqtimda o'ylarga kirsam, uyimga kelsam, onam vafot bo'lg'ili texi uzoq bo'lmabdi. Onam vafot bo'libdi hamda yuzini ko'ramay qolibdim. Rostga qilsam shu vaqt, dal shu vaqtning o'zida yuragimni tozdigandek qayg'urishlar bo'lib ketmadi. Shuning bilan yana o'zimningki o'rlashgan shaharimga qaytib kelib xizmatimni, turmushimni, hayotimni davomlashtirib edim. Bir kuni
bizning uyga bir pochtadan bir xat keldi deydi. Bu xatni hayron bo'lib qo'limga oldim, kim yozgandi, menga kim xat solgandi deb ochsam, bu xat onamning xati ekan. Onam vafot bo'lishdan burun bu xatni yozib, birsiga havola qilib, mening adresimni o'sab berishni aytib qo'yibdi. Men bu xatni topshirib oldim, qo'limga ilib, xatni ichib, onamning yozgan xatini o'qishga boshladim. Xatningki mazmuni shunday edi. Jinim balam, mening chiroyli o'g'lim, ko'zlari valallab turgan, qamlashgan yigitim. Men seni dunyodan hamma narsadan muhim ko'rgan onam bo'laman. Seni nihoyat sevgandim. Buni shuncha bo'lajlarning yoqi. Seni nihoyat ko'rgim keldi. Sana her daim yaxshi tilaklar bo'ldim. Bilaman, mening bir ko'zimningki oyib bitilgan yo'q bo'lganlik sababidan sen bir umr mendan jirginib yashading. Do'st saboqdoshlarimning oldida men sababli nomusda qoldim. Hammani bilib turdim. Lekin mening sana bo'lgan muhabbatim hech qachon tuvalab boqmadi. Men seni nihoyat yaxshi ko'raman. Seninki şu yurtimizga saboqdoshlarim bilan yig'ilishga keladiganligimni angladim. Hamda sening meni kelib ziyorat qilmaydiganligingga ko'zim yetib, men sizlar yig'iladigan makonga berib, seni bir shiraqtim bo'lsin ko'rib olganimga niyat qilib bordim, ham ko'rdim. Haqiqatan sog'lom chiroyli turibsa, xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Keyin qaytib ketgandan keyin to'y qilganimni angladim balam. Keyin balaliq bo'lganimni angladim. Balaliq bo'lganimni anglagan vaqtimda xushalligimda qulig'im osmonga yetdi. Hamda navramni ko'gili Sanba shaharga bordim. Navrangizni qo'rqitib o'tasiz deb qaytarib aytdim. Men yana senden ranjimadim, chunki men seni qattiq yaxshi ko'rardim o'g'lim. Nurg'un yillarning yoqi sendan yushirib kelgan bir haqiqat bor batdi. Bu haqiqatni men bugun sana xat orqali sana yetkazay o'g'lim. Sen 4 yosh chig'ingda yiqilib ketish sababidan ko'zingni bir sim teshib etib, bir ko'zingdan ayrilgan edim. Men de şu vaqtida doktorlarga zarjaqlab o'tinish ostida bir ko'zimni sana berganligimni hamda ko'z yutkash operatsiyasi nihoyatda muvaffaqiyatli tamomlangan edi. Men shu qilmishimdan bir umr rozi bo'lib keldim. Hech qachon pushaymon qilib boqmadim. Agar jinim o'g'lim, agar shu chaqda men seni ko'zsiz qoldirgan bo'lsam, senmi bir umr menga o'xshash xorlanib öz farzandimning seskenishiga, öz farzandlarimningki yoqtirmasligiga duch kelgan bo'lardim. Bir umr vijdon, yurak azob tortgan bo'lardim. Men shu tanlashimdan nihoyat xursandman. Shu qilmishimni hech qachon pushaymon qilib boqmadim. Men tatgan azoblarni elim yaxshi bo'lib sen tatmading. Hamda buningdan keyingi kunlarimning texmi baxtli bo'lishini Allah'ın babadır. Sana amraq çoğun buluşun için kalbimden ümit kılma. Seni sevginip, seni dünyada en yaxşı gördüğün ana falancıdır degan xatni o'qidim. Hamda bu xatni o'qidim, yuragim shu joyida titman bo'lib ketdi. Hamda bu xatni qo'limdan kelgancha bütün dünya tur rastlarga chiqishga boshladim hamda ostiga yozib qo'ydim. Ey do'stlarim, ey ota-onasi hayot, ey onasi hayot. Hozir onasi bilan ko'rishga ehtimoli bor do'stlarim. Hozirdan boshlab onanglar bo'lgan pozitsiyalarini o'zgartirib
hazırdan başlap ananglarni bag'ringlarga besib olinglar. Men badbaxtning mushu o'tmishidan ibrat elinglar deb mushu anamdan kelgan maktubni men butun dunyo to'g'ri taqib chiqib başladı. Mendan ibrat elinglar do'stim deb bisibdim. Men bu hikoyani o'qib nihoyat ta'sirlandim hamda o'zimni ko'pincha vaqtlarda onamni ziyorat qilib bo'lolmaydiganligimni, onam meni izlagan vaqtlarda nihoyat beparvolik bilan javob qaytarganligimni his qildimda hamda bir uyg'onish paydo bo'ldi. Shuning uchun bugungi işte Analar bayrami işte ulug' kunda do'stlarimga shu voqeani yetkazishni to'g'ri ko'rdim. Analarimiz nihoyat uzoq do'stlar. Hammamizning onamiz bizga bu yigitning onasidek bir ko'zni berolmagan bo'lsa-mu, bizning mushuk ko'zimizni yaltillab nurliq turishiga shu onlarimiz sababchi. Mana bugun Analar bayrami. Analar bayramida desam hammamiz gul olamiz, so'g' salom olamiz, onamizga beramiz. Bu Analar bayramida so'g' salom elib, onalarga berib qo'yish bu vafadarlik emas do'stlar. Mana bugun do'stlar chambarga desam hamma odam onalarga bir narsa so'g' qilib, onasiga olgan narsani berib ashunaq onaga so'g' qilayotgan holatni tatib chiqaramiz. Bence bu taz degandek to'g'ri ish emas. Masalan, ko'rib turibmiz hozirgi to'r dunyosida nurg'un odamlar onamga uy berdim deb chiqaradi, onamga mashina berdim deb chiqaradi. Hatto men bir ikkisini ko'rib qoldim. Yashangan onasini da bir arvodek bir narsa ultag'izib, namini bir o'ynatgan yerini nahmaydan ko'rinish taqtamni qilib anasini beqivatqanni tatib chiqariblam tanilib ketganmi bir ikki shaxslar bor ekan. Bizning onalarimizning haqiqiy qalbiga kirib chiqsa, uni xohlamaydi. Bizning onalarimiz hech qachon mahalliga chiqib, ko'chaga chiqib bizga non yegizmagan. Bizga kichik vaqtlarimizda bizning onalarimiz kichik vaqtlarimizda xalq qolgan, yig'lagan, og'rib qolgan vaqtlarimizda mahalli ko'chalarga chiqib, "Men og'rib qoldi, hozir men buni doktorxonaga ketib bormayman, qahlar" demagan. Degan mana hozir biz dunyoda nima qilyapmiz? Onamizga azroqli bir mehr shafqat yetkazishni o'ylasaqlar, buni saqlab to'g'ri chiqarib qo'yamiz-da. Bu yaxshi emas. Onamiz xohlamaydi. Onam o'zini xo'sh qilib, onangni bilsin, onangni xo'sh qilib onangni. Nima qilsa haqlarga bildir. Jimi odamga men onamga gul sovg'a qildim. Onamga uy berdi. To'yinda biri onaning ya biri dadininki men balamga uy berdim. Balamga mashina berdim deganni men ko'rib bakmadim. Ammo yoshlarninki dadamga uy berdim. Dadamga mashina berdim deganni hammaga chiqdi. Shuning uchun do'stlar, onamizga kelganda onamizni xo'sh qilaylik. Onamizni bilsin. Başqa insonlarga bildirish shart emas bu onani xo'sh qilganligimizni. Rahmat sizlarga. Yana bir qitim Analar bayrami muborak bo'lsin. Hamma onalarniki tindan salomat, umrlik uzun bo'lishini umid qilaman.